Yana ulamolarimiz aytadilarki, ro'zador inson buyuk ibodat ro'zani ado etaroq shaytoni la'inga qahr ko'rsatadi deydi. La'nati shayton bor narsa. Uni bosh vazifasi inson bolasini ig'vo qilish, toatdan burish, ibodatdan burish, savob ishdan burish, yaxshilikdan burish, itoatsizlikka burish, yomonlikka burish, fahshga burish, fujurga burish, gunohga tortish va har xil. Shaytonni vujudi shundan iborat, qiladigan ishi shundan iborat va doimiy ravishda inson bolasiga ig'vo qilib turadi, vasvasa qilib turadi. Inson bolasi gunohga